Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi birinchi masalamiz kanalimizda qo'yiladigan Xudo xolasa boshlang'ich tezliksiz 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanayotgan jism harakat boshlangandan qancha vaqt o'tib 40,5 metr yo'l yuradi. Xo'p, biz berilishini yozishimizdan avval kalit so'zdan topib olishimiz kerak, ya'ni boshlang'ich tezliksiz deyilgan. V0 deb yozamiz va 0 ga tenglaymiz, sababi boshlang'ich tezliksiz deyilgan. Xo'p, a ya'ni bizda 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanishimiz. Xo'p, harakatlanayotgan jism harakat boshlangandan qancha vaqt o'tib, xo'p, masofamiz 40,5 metr bo'ladi deyapti. Xo'p, biz t ni topishimiz kerak, ya'ni vaqtni. Xo'p, bizda ko'chish yoki yo'l formulasi v0 ko'payganti plus minus o'zi asosan plusni olamiz hozir. At kvadrat taqsim 2. Xo'p, mana bu hadimiz 0 bo'lib ketadi, sababi bu 0 ga teng. Bizda boshlang'ich tezlik va shu tufayli formulamiz at kvadrat bo'lingan 2 hosil bo'ladi. Xo'p, shu yerdan t ni topishimiz kerak. T kvadrat hadini topamiz. Dastavval a teng 2s bo'lingan demak a. Xo'p, shu yerdan t ni topadigan bo'lsak, ildiz ostida 2s bo'lingan a hosil bo'ladi. Xo'p, teng ildiz ostida 2s ni o'rniga 2 ko'paygan 40,5, mahrajda esa 1 ko'paytirish bor. Xo'p, bu yoqda 81 keladi. 81 1 ga bo'lsa baribir 81 va natijada ildiz ostida 9 sekund chiqadi bizda, demak javobimiz. Xo'p, keyingi masalamiz boshlang'ich tezligi. Demak, qaranglar, mana boshlang'ich tezligi endi bu yoqda bor. 1 metr taqsim sekund bo'lgan jism 4 metr taqsim sekund tezlanish bilan harakat qilmoqda. Shu jismni dastlabki 10 sekunddagi o'rtacha tezligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, biz bilamizki v0imiz 1 ga teng, ya'ni 1 metr taqsim sekund va tezlanishimiz bor 4 metr taqsim sekund kvadrat. Xo'p, dastlabki ya'ni 10 sekund mobaynidagi o'rtacha tezlikni topishimiz kerak. Bunday deb yozsak ham bo'ladi yoki mana tepasiga chizcha qo'ysak ham o'rtacha tezlik ma'nosini bildiradi. Xo'p, demak o'rtacha tezlikni demak ikki xil usulda topsak bo'ladi bu yoqda. Xo'p, va o'rtacha teng dastavval ya'ni boshlang'ich tezlikka keyingi oniy tezlikni qo'shsak, mana t ga o'xshab qoldi, plus bu. Keyingi oniy tezlikni qo'shsak va 2 ga bo'lsak, o'rtacha tezlik hosil bo'ladi. Bo'lmasa, demak bu o'rtachani yozishimiz mumkin. S umumiy bo'lingan T umumiy deb yozishimiz mumkin. T umumiy deb yozishimiz mumkin. Xo'p, bizga ma'qulroq mana bu. Yozamiz v o'rtacha teng v0 o'zi yozamiz. Xo'p, v ning o'rniga oniy tezlik v0 plus at. Xo'p, mahrajda esa 2. Xo'p, bizda hosil bo'ladi 2v0 plus at bo'lingan 2. Xo'p, hisob kitob qiladigan bo'lsak, ikkita v0imiz 2, atimiz 42 taqsim 2, ya'ni 21 metr bo'lingan sekund hosil bo'lar ekan.